ChatGPT men mol boqayotganimda o'shani og'irligini o'lchagan tarozim yo'q edi. Tarozisiz qanaqa qilib og'irligini o'lchasam bo'ladi? Hozir javob yozadi. Hoppa, assalomu alaykum. Qalaysiz? O'qing, nima debdi? ChatGPT. Ha, o. ChatGPT menman-da o'sha. Mazgimni taraqlatib yubordingiz. Oldingizga kelmasam bo'lmaydigan holat bo'lib qoldi. Nimadan so'rayapsiz? Sizni ongingizga ot kelib puq ketgan shekilli aka. Sizlarga ChatGPT kirib kelgan noto'g'ri ta'sir qilyapti. Nimadan so'rayapsan? Mendan farosatsiz? Ha? O'g'lingning uy vazifalarini qilyapman. Ishxonadagi oylik hisobotlarini qilyapman. Yana nima so'rading? Kecha o'rtog'imga to'y edi, $300 pul kerak deyapsan. Qaydan olaman? Menda pul nima qilsin? Mol, hozir so'rayotgan narsangni qara. Molimni og'irligini tarozisiz qanday o'lchasam bo'larmish? Nima? O'lchab beraymi kirib? O'zing bilmaysanmi? Mol o'shani iloji yo'qligini. To'xta. Mana senga o'xshagan bitta to'pol yozyapti, hozir aytaman. Voy. Eshit, uylanganimga 1 oy bo'ldi, bolali bo'lmayapman, nima qilyapman? Boraman endi, o'sha ishni qilib berib kelaman, tushuntirib kelaman dedim. Bir gapi shu qoldi. Eng qizig'ichi, bu to'y kuni kirib ketayotganda ham mendan maslahat so'ragan. Kuyov jo'rasi yo'q shekilli. Bundan keyin normal narsa so'ralang, tushundingmi? Azamni so'raysalar, o'ldirib qo'yaman. Qo'ylar. Haligi taroz haqidagi savolga javob berib ket. Onang, ChatGPT menga o'xshar ekanmi?